O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida imzolangan tarixiy hujjat, kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik bitimi o'zbekistonliklar uchun nima beradi? Bu bitta ikkita davlat emas, bu Yevropa Ittifoqi. Ichki yalpi mahsulotining hajmi 20 trillion dollarga yetadi. Yevropa kompaniyalari O'zbekiston iqtisodiyotiga sarmoya kiritish borasida o'zaro raqobatlashmoqda. Prezidentning Bryusselga rasmiy tashrifi eng muhim voqealari. Сегодня для Европейского Союза и Узбекистана исторический день. And that you are a man of action, not just words, and you have the right partner. Davlat rahbari islom sivilizatsiyasi markazida bo'ldi. Markaz o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarga deyarli erishdi. Qadimgi davrdan bugungi kungacha bo'lgan ekspozitsiya yaratildi. Haftaning shu va boshqa muhim voqealari tafsilotini yakshanba oqshomida Yangi zamon dasturida tomosha qiling.